Kim berdi? Allah berdi. Allah berardan qismasin. Mana shunaqa mashinalarda olib kelib charchamaylar. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Maxsus buyurtma orqali Yulduz Usmonova uchun olib keltirgan mashinamizni Toshkentga yetib keldi. Voyix Dreamer VIP klass. Bu mashinani hozir o'z egalariga topshiramiz. O'rtoqlar, bu mashinani bekorga men maxsus demadim. Sababini o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Maxsus Yulduz Usmonova uchun zavod tomonidan qilib berilgan hamma detallarga alohida mehr berilgan. O'rtoqlar, biz mashinani Yulduz Usmonovani uylariga olib keldik. Hozir o'zlarini kutib turibmiz. Xudo xohlasa surpriz qilib topshiramiz. Assalomu alaykum. Assalom. Mansur aka. Mana Islomjon mana shu bola olib kelib berdi. Assalomu alaykum. Opam, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Go'sht yemagan dedim. Assalomu alaykum. Mana keladi ertaga. Allah razı olsun. Mana keldi. Ko'ring mayli bitta Salom. nima? Aytdilar. Bu mashina Mansur akam nomlaridan. Ha, ana. Materialda yuramiz. Ha, mana bu yerda. Mana bizning nomimizdan. Rahmat katta. Muborak qilsin Alloh. Allah razı olsun. Shunaqa. Har doim shunaqa yoshim. Alloh. Hozir buni kirgizib qo'yamiz. Iloho amin. Kim berdi? Allah berdi. Allah berardan qismasin. Mana shunaqa mashinalarda olib kelib charchamaylar. Rahmat. Ilohim hammani xonadoniga o'zini otini yozdirib olib kelishlikka Allohim yo'l bersin, hardor bersin. Hardor tinmasin. Amin. Zakazlarni qilib yaxshilik kunlarga tashaveringlar mashinani. Allohim Amin. Allohu akbar. bundan martabaning bilan Rahmat. bo'lib yuringlar. Rahmat. Mana Qaysi katta kompaniya edi? Level Auto bizaniki. Level after. Level Auto. Level after. Ha, молодцы. Rahmat. Bitta terdirib kelishdi. Otlaringiz nima edi? Islom, Diyorbek. Diyorbek. Barakallah.